Agarda sizda teridagi har xil toshma elementlari, yuzdagi dog'lar, husnbuzarlar yoki ich qotishlar yoki bizning jamiyatimizda eng ko'p uchraydigan holatlardan biri, ya'ni muntazam tarzda dori vositalarini qabul qilish bilan bog'liq muammolaringiz bo'lsa, bizda buning yechimi bor. Ya'ni bizda muolajamiz gidrokanal terapiya deb nomlanadi. Bu muolaja nazorat ostidagi bosim yordamida ichaklarni tozalash hisoblanadi. Bu gidrokanal terapiyani siz bilmagan 4 ta funksiyasi bor. Birinchisi, bu ichaklar harakat aktivligini normallashtiradi, ya'ni bu ichaklar motorikasini normallashishi oqibatida bolalarda va kattalar orasida ich qotishini keltirib chiqaradigan sabablarni barchasini bartaraf etib bera oladi. Ikkinchisi, immunokorreksiya. Biz bilamizki, yo'g'on ichaklarda bir qancha virus va bakteriyalardan himoya qiluvchi ichaklarda immun strukturalar mavjud. Ich qotgan bemorlarda yoki bolalar yoki kattalar orasida bu strukturalar buziladi. Gidrokanal terapiya muolajasini bir qancha seanslarda olganimizdan keyin bu strukturalar tiklanishi va ich qotish degan katta bir muammolarni bartaraf etishiga xizmat. Uchinchisi, biz bilamizki, ich qotgan bemorlarning deyarli barchasida ichaklarning hajmining kengayishi hisoblanadi. Gidrokanal terapiya muolajasidan keyin ichaklarning hajmi normallashishi bizda ich qotishini kamayishiga asosiy sabablardan biri bo'ladi. To'rtinchisi, bizning xalqimiz orasida hozir eng ko'p qo'llaniladigan muolajalardan biri gidromassaj. Gidromassajni ichaklar yordamida olib borilishi esa boshqa birorta bir muolajalarda yo'q. Ya'ni ichaklarga biz o'zimiz suyuqliklarimizni, har xil dori vositalarimizni yuborish yordamida ichaklarni massaj qilish, ichaklar faoliyatining yana ham yaxshilanishiga sabab bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.